Bu so'zlarimiz to'y qilib, balaliq bo'lolmay Hazrati Oyishaga qarab tasalli topgan ayollarga. Taloq qilinib, Payg'ambar alayhisalomning qizi Ruqiya va Ummu Kulsumga qarab tasalli topgan ayollarga. To'yi kechikib ketganda, zamon o'tib ketganmidi deb ansirayotganida, 40 yoshida payg'ambarlarning sardori bilan to'y qilib baxtini topgan Xadicha radhiyallohu anhaga qarab tasalli topgan ayollarga. Turmushi og'ir imtihonlarga uchirganda, Payg'ambar alayhisalomning qizi Zaynab bilan Abul As radhiyallohu anhuning turmushda duch kelgan qiyinchiliklarni aslab tasalli topgan ayollarga. Ma'lum sabablar tufayli bir umr to'y qilamagan, ammo ulug' ayol sahoba Ummu Hakim bilan tasalli topgan ayollarga. Yo'ldishining vafotidan keyin to'y qilmay, men qalbimda Osmonga bo'lgan muhabbatimning unutilib ketishini xohlamayman degan Osmon ibn Affonning ayoli Noilani o'rnak qilgan xonimlarga. Shundaqla halol ish bo'lganligi uchun erining vafotidan keyin yana bir to'y qilgan ayollarga aytilgandir.